Assalomu alaykum azizlar. Mana Husniddin Realtor ertalabdan mehnatda. Bugun bitta closing bor. Men listing agentman, ya'ni uyni birovga sotib beryapman. O'sha ertalabdan bordim. Olayotgan tomonda zamechaniya tushdi. Ular aytdi, "Men 2-3 ta narsani olib ketgin, mayda-chuyda narsalar" dedi. Shunday bordim. Mana ko'ryapsizlar, mayda-chuyda narsalar, lekin shunaqa narsalarga ham ba'zi odamlar qiyinchilik tug'diradi-da. Mana shu narsalar hammasini shunday pick-up truckimga qo'ydim. Kutib o'tirish niyat yo'q. Tars qilish kerak. Shu klientni ishi bitsin, uyini tezroq sotsin. Ha, haqiqiy yigit shunaqa bo'ladi-da. Agar siz ham uy sotmoqchi bo'lsangiz, Husniddin Realtor 1,5% ga sotib beradi. Uy olmoqchi bo'lsangiz, qarz olmoqchi bo'lsangiz ham bizga chiqinglar, qarz ham beramiz, mortgage, uydan dodalarni topib beramiz. Ishlarga omad.